Assalomu alaykum Elki To'rining aziz ishtirokchilari. Elki ekran orqali qutluq ayam kunlarda sizlar bilan qayta diydorlashganligimizdan to'liq xursandmiz. Aldı bilan Elki To'ri va shirkatimizdagi barliq xizmatchilar nomidan sizlarga ayamlik salom yo'llaymiz. Ro'za hayitingizga muborak bo'lsin. Ayam kunlaringlar baxt va omad ichida o'tgay. Ayam kunlari va o'qituvchilar bayrami munosabati bilan suyimlik naqshimiz Mo'minjon Avlikimning naqsh kechiligi o'tkazilganligi haqidagi xabar Elki To'ri orqali kam turdashlarga xabar qilingan edi. Kimlerim yok. Assalomu alaykum Mo'minjon aka, ro'za hayitingiz muborak bo'lsin. Va alaykum assalom. Sizning shunday bo'lsin, birga bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli aziz tordashlar, Al-Kuydan ro'y uzoq olib, kunlarni ma'nlik o'tkazayotgan qarindoshlarimiz, ro'za hayitingizlar muborak bo'lsin. Naqsh kechiligi o'tkazishda shunday yaxshi ish tutish qilibsiz. Boyamo mashq ahvolini ko'rib o'tdik. Mushu kechilikni 9-oyning 10-kuniga to'g'rilashning bir sababi bormi, qandaq? Biz bu qatim alayda tayyorlagan bu konsertimizni 9-oyning 10 va 11-kunlarga 2 kunga o'rlashtirdik. Asosiy maqsad hammalarga ma'lum, biz yaqindan beri shu Saba ma'rifat tarbiyalash markazini qurib chiqdik. Hamda kechiligimizning asl tayyorligi bundan 1 yil avvalga tayyor bo'lib bo'lgan, puxta tayyorlik bilan shu vaqtlarda boshlab biz tayyorligimizni bitirib bo'lgan. Hamda maktabimizni qurishga tamshilab qolgandan keyin men endi bu vaqt sijillik ichida diqqatimni bo'lmasdan butun diqqatimni maktabga berib az bo'lmagan tirishchiliklar bilan Saba ma'rifat tarbiyalash markazini yil beshida qurib chiqdik. Qurib chiqqandan keyin mana ham hozir 6-7 oylik musobaqani bitib, xalqimizning qo'llashi bilan maktabimizmi normal holatga ketib bordi. Endi shu qatimqi o'qituvchilar bayrami bizningki maktabimizga nisbatan tunji qatimliq bayram. Meningki konsert o'tkazishdan iborat bu san'at hayotimdagi 2-chi qatimliq naqsh kichiligimningki shu vaqtga to'g'ri kelishi bilan bu ikki qutliq ishni birga elib mansak, meningcha bo'lgan chaqda cho'qim gulgulik kelgandek bir yaxshi ish bo'ladi deb biz boshqa turib shu o'qituvchilar bayramini alayda tanladik. Sizning 2009-yildagi kechiligingiz bilan bu qatimki o'tkazilmoqchi bo'lgan kechiligingizning qanday farqi bor? Biz 2009-yili cho'ng tayyorlik qilib, xalqimizga 15 yillik san'at hayotimdagi tunji naqsh kechiligimni sovg'a qilgandik. Ana shu vaqtda mayli naq maydon qatnashgan
tomoshabinlarimiz bo'lsin yoki keyin disk chiqqandan keyin ko'rib chiqqan tomoshabinlarimiz bo'lsin bizga oldikayni bo'lib yaxshi fikrlarni berib yaxshi qabul qilganligini bildirishdi va yaxshi tilaklarini bildirishdi. Buningdan biz texmi yaxshi ilhomlanib yaxshi tayyorlik qilib shu 2 yildan beri naqshlarimizninki tekst tanlanishi, ijodiyat jarayoni, muzik akkordlashtirilish jarayoni va boshqa jihatlarda xeyli boshqatirdik. Hamda bu qatim kechiligimiz bayramga to'g'ri kelyapti. Ro'za Hayit oyimi, o'qituvchilar bayrami, mana shunday vaqtda biz xalqimizni 2 soatlik konsert ichida bir o'zdiki turmush besimlarini unutgan asosda, xizmat besimi turmush besimlarini unutgan asosda bir yengil bir xo'shal bir zo'q elib chiqsin deb uncha bakalqi kishilarni o'yga solgan ig'ir temalarni ko'p tutmadik. Albatta umuba, lekin bir odamni bir yaxshi bir qaynoq hissiyotga boshlaydigan yaxshi temalarni tekstallashni yaxshi tanladik deb qarayman. Mehr muhabbat deymizki, do'stlik o'ttirisidagi haqiqiy chin do'stlikni ifodalaydigan qo'shnilar aro, al-jamoat aro bir-biriga mehr muhabbat yetkazish, ittifoqlik, inoqlik ifodalaydigan temalarni o'z ichiga olgandan sirt ko'pincha men izchil turda o'zimga xos bir uslub shaklda qo'llanib kelayotgan muhabbat temalarini asos tema qilib xalqimizning huzuriga sunmoqchi bo'lib tayyorladik. Buningga o'z navbatida rejissorlarningki qattiq boshqatirib atrofliq boshqatirish natijasida aktyorlardan bo'lsin, usulchilardan bo'lsin, buningga oldingi kechiligimizga varislik qilgan asosda yaxshi tayyorlik qildi. Ham naqshlarimiz ijodiyati hali burundan boshlanib tayyor bo'lib bo'lgan bo'g'ashqa bu jihatda bularga tayyorlik qilish fursatini ko'p yaratib berdik. Menimcha men kechiligimningki xarakter alohidliklarini maqtagandan ko'ra ko'rib shu naq maydonda xalqimiz o'zi yaxshi baho bera olsa biz xursand bo'lamiz. Yana tanqid fikrlar bo'lsa o'z navbatida qabul qilib keyingi ishlarimiz uchun undan muvaffaq foydalanamiz. Mo'minjon aka, bu qatimki kechiligingizga yana yaqinda yordam berayotganlardan kimlar qatnashdi? Endi kechilikning nomi yolg'iz kishilik naqsh kechilik bo'lgandan bu qatim bizga hamkorlashib naqshimizningki mazmunini texmi beytib beradigan, texmi rangdorlikqa ega qiladigan, jazbdorlikqa ega qiladigan mahir usulchilarimizningki yordamida va aktyorlarimizning yordamida naqshlarimizningki mazmunini beytdik. Menga hamkorlashib bular kechiligimizga texmi yaxshi tus qo'shdi. Undan boshqa endi bir kechilikda azroq bir dam olish fursati berish uchun va menga kuch-quvvat madad berish uchun ustozim va qarindoshlarimdan bo'lgan Abdullah akam bilan Ablat akam o'zining tayyorlagan 2 din naqsini, yangi naqsini mushkichlikka alayda so'q qilmoqchi. Assalomu alaykum Juratka, ro'za hayitingiz muborak bo'lsin. Va alaykum assalom. Sizning va Alkuy to'rdagi barliq to'rdoshlarning ro'za hayiti muborak bo'lsin. Juratka, siz bu qatimki kechilikning rejissori ekansiz. Shunga mush kechilikning umumiy ahvoli va alohidligi haqida bizga bayon qilib bergan bo'lsangiz. Bo'ldi. 2009-yili 6-28-kuni o'tkazilgan Mo'minjonninki tunji qatimliq xalq saroyida o'tkazgan naqsh kechiligining rejissorligini men qilgan. Shuningdek hamda u kechilik intayin dag'dug'liq, intayin g'albilik chiqqan kechilik. Shundan keyin andiki uning plastinkasi taqalgandan keyin tomoshabinlarningki intayin yaxshi baholarga erishdi. Undan keyin hamda Mo'minjon izchil izlanib 2 yilga yetmagan vaqt ichida hozir qaytadan yana bir turkum naqshlarni ijodiyatga berib, uni o'ngilib, naqshlarni tayyorlabdi. Hamda mushqitim ham ro'ziyat, ham o'qituvchilar bayram munosabati bilan keng xalq ommasiga o'zining shunday naqshlarni bir taqdim etmoqchi bo'ldi. Yaxshi kelmadim naqshlari. Masalan, tem jihati intayin kengri deganimizda masalan muhabbat asosida ham qilingan. Bundan ham qiziqlik muhabbatdan sirt, do'stlar mehr muhabbat, ota-onalar bilan bo'lgan muhabbat, qarindoshlik muhabbat qatorliq nurg'un muhabbatni asosiy tema qilgan naqshlar bor ekan. Mendagi sho'x naqshlar bor ekan. Bundan ham mana bir necha bir alohidlikni tutdik. Mo'minjonning shu yosh alohidligini tutib, hamda bu kechilikda birinchidan hozirgi zamon uslubi asos qilingan intayin jushqun ko'yikchilarga bir oqsham intayin xo'shallik bag'ishlaydigan,
coşqunluq bag'ishlaydigan ham liriklik hissiyatga cho'mdiradigan shunday bir kechilikka kirayli degan bu birinchi alohidalik. Shuningga sahna yasalishimizdan tortib bizniki hozirgi zamonaviy uskunlar LD ekranlari, ananikin rangli chiroq, andan bizniki har xil kompyuterlik chiroqlar bilan mashina asos qilib o'tirib sahnada bir xil kayfiyat chiqaradigan shunday hozir ham butun dunyoda umumlashayotgan shunday bir xil uslubni qo'llanmoqchi. Bu ham sahna alohidligi. Ikkinchidan hamda hozir tomoshabinlar qiziqib shunday olqishlab ko'rayotgan naqshiga voqelikni sahnaga kirgizadigan shunday bir ish va qarasam naqshlari intayin yaxshi. Birsiga ishlasak, yana birsiga ishligimiz kelib, shunday bir odamga ilhom berdi naqshlari. Shuningga 4 naqshini chetib, maqatim shu voqelik birinchi naqshida boshlanib, 4-chi naqshida oyoqlashadigan, naqsha arlig'ida uzilmaydigan shunday bir izchillikni saqlagan shunday bir muhabbat hikoyasini shuni reptis qilyapmiz. Bu ikkinchi bir alohidalik. Uchinchidan, hamda usul ishlanish jihatdan bizniki Mehra Ibrohim, Zulfiya Turab qatorliq shunday usulmehning yosh usul rejissyorlari va bular shu ishkirlarni bilim oshirib qaytib kelib o'zining intayin ilg'or fikrlari va usul rejissyorlari. Shular ham 3 dan 6 usulga shu ikkisi rejissyorlik qilib tayyorlik qilyapti. Hamda ularni usul ishlash jihatimi bir qadar yangicha bir xil fikr bilan, yangicha uslub bilan bu usullarni ishlaymiz deb shunday xayollar va ba'zi bir usulga taxi sehrgarlik maharati qatorliq narsalar kirib ketdi. Andan maqatim oxirlashtirish usulini o'zgacha o'zimizning an'anasi bilan hozirgi zamonaviylik aralashgan shunday bir xil shaklda tugutish uchun tayyorlik bo'lyapti. Assalomu alaykum, ro'zayitingiz muborak bo'lsin. Va alaykum assalom, birga bo'lsin. Bu qatimqi kechilikda shu muzika atirdikilarning tayyorligi qandayroq mushaq so'zlab bergan bo'lsangiz? Tayyorligimiz yaxshi ketib boradi, chunki bu Mo'minjonlikning bu kechiligi yilning 5iga tayyorlik qilgan kechilik. Bu tayyorligimiz bitib bo'lgan vaqtida ma'lum sabablardan 9-oyga surilib ketdi. Shundaqdimi, endi biz hozir 9-oy mezgilda Yevrosiyo ko'rgazmamiz qatorliq nurg'un faoliyatlar naqtilib keldida Milliy muzika orkestri nayt aldirash bo'lsa, lekin o'mak rahbarligi yanada bu faoliyatimizga alohida ko'ngil bilib, bizga vaqtni chiqarib berib, muzikantlarning kerakli muzikantlarning naq joy-joyiga o'rlashtirib qo'llab kelyapti. Bizim burungi tayyorligimiz bo'lg'ashqa shu asosda hozir texmo puxtalab yaxshi ketib boradi tayyorligimiz. Mo'minjon aka, sizning shu Sabo ma'rif ma'rifat tarbiyalash maktabiga berib, bir qancha qatim ziyorati bo'ldik. Sizning nihoyat aldirash ekanligingizni his qildik. Mush ijodiyat ishlaringizga maktabingizning ishlari ta'sir ko'rsatdimi? Mushaq so'zlab bergan bo'lsangiz. Endi ma'rif bilan san'at ikkisi soha. Daslibida men bu ikki tarafni o'ylashmagan emas, o'ylashgan. Menimcha unchalar ko'p ta'sir qilmaydi deb o'ylagan. Chunki endi men san'atni bir 15 yildan ortiq 17-18 yilcha bo'lib qoldi. Shuning bilan izchil shug'ullanib, bu jihatda o'zimningki yo'lini hozirlab, xali bir erkin ozod elib boraliqdek holatga ketgan. Ma'rif bu intayin bir cho'ng bir soha bo'lg'ashqa, ma'rif bo'lgan bir yuksak mas'uliyatchanlik tuyg'usi tufaylidan buningga 5-chilab kirib ketgan vaqt bo'ldi. Bo'libmi qurilish vaqtida maktabimizningki qurilib bir ma'lum bir yoshga kirgicha araliqda buningda cho'qim izchil holda o'zimiz nazoratda turib, o'qituvchilarga bo'lgan talabni qattiq qo'yib, maktabningki har turli ishlarga o'zimiz qo'l solib ishlamasak bo'lmaydigan ishlar ekan. Shunda boshqa vaqtmi ko'pincha allohda shu yerga ketib qoldi. Asli aboy degandek bu kechiligimiz allburun vujudga chiqib, xalqimizning yuz ko'rish bo'lgan kechilik. Lekin maktabningki ishlar tufaylidan bir oz keyinga surilib ketdi. Hamda ijodiyatimizga ta'sir yetkazmadi emas, yetkazishda faqat vaqt masalasini yetkazdi. Lekin naqshningki ijodiyati, san'at ijodiyatimga nisbatan bu bir o'ziq bo'lsa bo'ldiki, buningga belgilik ta'sir ko'rsatmadi. Men maktabimga kelsam, bir xil o'zimningki kayfim ko'tarilib, o'quvchilarning dars anglayotgan, darsdan tushgandan keyin qaynam tashqinlik holatini ko'rsam, o'zimcha ro'yim ko'tarilib qoladi. Gar charchagan bo'lsam, ro'yim ko'tarilib qoladi. Va shundan keyin yana maktabdan tushib, o'zimningki shu naqsh ijodiyat ishlari bilan naqsh o'rganish, naqsh tayyorlash, tekst yig'ish qatorliq ishlar bilan shug'ullangan vaqtimda u yerdagi oduqni yana san'at o'zi chiqarib, bir-biriga to'liqlama berib,
yana turmushimni texmi ma'nlik qilyotdi. Demak, garchi vaqtcha bir-biriga yetishmaslikni iborat bu qiyinchilikni qilayotgan bo'lsa-mu, lekin ma'rifga qadam qo'yish tayyorligimiz bo'lg'achqa shu asosda hozir texmo puxtalab yaxshi ketib boradi tayyorligimiz. Mo'minjon aka, sizning shu Sabo ma'rif ma'rifat tarbiyalash maktabiga berib, bir qancha qatim ziyoratda bo'ldik. Sizning nihoyat aldirash ekanligingizni his qildik. Mush ijodiyat ishlaringizga maktabingizning ishlari ta'sir ko'rsatdimi? Mush haqda so'zlab bergan bo'lsangiz. Endi ma'rif bilan san'at ikki soha. Dastlabida men bu ikki tarafni o'ylashmagan emas, o'ylashgan. Menimcha unchalar ko'p ta'sir qilmaydi deb o'ylagan. Chunki endi men san'atni bir 15 yildan ortiq 17-18 yilcha bo'lib qoldi. Shuning bilan izchil shug'ullanib, bu jihatda o'zimningki yo'lini hozirlab, hali bir erkin ozod elib bora oladigan holatga ketgan. Ma'rif bu intayin bir cho'ng bir soha bo'lg'achqa, ma'rif bo'lgan bir yuksak mas'uliyatchanlik tuyg'usi tufaylidan buningga 5-yilab kirib ketgan vaqt bo'ldi. Bo'lib qurilish vaqtida maktabimizningki qurilib bir ma'lum bir yoshga kirgicha araliqda buningda cho'qim izchil holda o'zimiz nazoratda turib, o'qituvchilarga bo'lgan talabni qattiq qo'yib, maktabningki har turli ishlarga o'zimiz qo'l solib ishlamasak bo'lmaydigan ishlar ekan. Shunda bo'lg'achqa vaqtmi ko'pincha allohda shu yerga ketib qoldi. Asli aboy degandek bu kechiligimiz allburun vujudga chiqib, xalqimizning yuz ko'rishib bo'lgan kechilik. Lekin mush maktabningki ishlar tufaylidan bir oz keyinga surilib ketdi. Hamda ijodiyatimizga ta'sir yetkazmadi emas, yetkazishda faqat vaqt masalasini yetkazdi. Lekin naqshningki ijodiyati, san'at ijodiyatiga nisbatan bu bir o'ziq bo'ldiki, buningga belgilik ta'sir ko'rsatmadi. Men maktabimga kelsam, bir xil o'zimningki kayfim ko'tarilib, o'quvchilarning dars anglayotgan, va darsdan tushgandan keyin qaynam tashqinlik holatini ko'rsam, o'zimcha ro'yim ko'tarilib qoladi. Gar charchagan bo'lsam, ro'yim ko'tarilib qoladi. Va shundan keyin, ya'ni maktabdan tushib, o'zimningki shu naqsh ijodiyat ishlari bilan, naqsh o'rganish, naqsh tayyorlash, tekst yig'ish qatorli ishlar bilan shug'ullangan vaqtimda u yerdagi oduqni, ya'ni bu san'at o'zi chiqarib, bir-biriga to'liqlama berib, ya'ni turmushimni texmi ma'nlik qilyotdi. Demak, garchi vaqtcha bir-biriga yetishmaslikni iborat bu qiyinchilikni qilayotgan bo'lsa-mu, lekin ma'rifga qadam qo'yishim san'at hayotimga ancha ko'p ta'sir qilmadi. Mo'minjon aka, oxirida xalqimizga deydigan yana qanday yurak so'zlaringiz bor? Mush yetib kelayotgan oyimiz bilan, o'qituvchilar bayrami bilan keng qo'llig'i do'stlarimizga bayramlik salom yo'llaymiz. Va shundaqla mush fursatda meni uzun umr qo'llab-quvvatlab kelayotgan, naqshlarimni yaxshi ko'rib kelayotgan, menga yaqindan yorulakti bo'lib, san'atimizga qimmatli fikrlarni berib, san'atimizni qo'llab kelayotgan qarindoshlarimizga chin yuragimdan rahmatimni bildirish bilan birga, mush qatim kechilikda yana naqshlarim bilan cho'nqur tonish bo'lmagan, yana boshqa qarindoshlarimizni naqshamni tushunish uchun va meni tushunish uchun kechiligimizga qadam tashrif qilib, men bilan bir sirdishib beqishiga alohida taklif qilmoqchiman. Shundoq. 17 yillik o'zliksiz tirishish Mo'minjon Ablikimni hozirgidek shon-sharaflarga erishtirdi albatta. Biz Elki To'rdagi barliq to'rdoshlar nomidan Mo'minjon Ablikim kechiligining muvaffaqiyatli o'tkazilishini chin dilimizdan umid qilamiz. Hamda Elki To'rdagi barliq to'rdoshlarning ro'za hayitini yana bir qatim muboraklaymiz. Ro'za hayitinglarga muborak bo'lsin. Kelar qatim ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. degan jonnim o'ti quvvat madori sevgi
bilen başlanıydı insan baharı. Sülksüdün gül çılgan pari kızsın, köz yaşıdın durça çılgan pari kızsın. Sülksüdün gül çılgan pari kızsın, köz yaşıdın durça çılgan pari kızsın. Oylap görsem menden şunca yiroqsan, ko'nglimdagi shahzodani yod etarsan. Oylap görsem menden shuncha yiroqsan, ko'nglimdagi shahzodani yod etarsan. Ey kelmaydi ey parvoyinga parvoyinga, kelmaydi ey parvoyinga parvoyinga, ey kelmaydi ey parvoyinga parvoyinga. Anlığım var dünyadaki hamma narsadan, yakın turup dinleqini nidalarini, chiroyingni hech qayerda uchratolmayman. Shivri g'allab arisidan izlayman faqat. Yiroqlarda tonglar otadi, yiroqlarda kunlar patadi. Sevgisiga misol topolmay, ay chehra qiz yig'lab yotadi. Sayla qilayman bog'da hech kimlarim yo'q, o'zim g'ayri bir tatman suygan yarim yo'q. Sayla qilayman bog'da hech kimlarim yo'q, o'zim g'ayri bir tatman suygan yarim yo'q. Agar xazon etmagan kim bor, bu balliga yetmagan kim bor. Ajal xazon etmagan kim bor, bu balliga yetmagan kim bor. Mayli shoh bo'l va yoki gadoy, bu dunyodan ketmagan kim bor. Mayli shoh bo'l va yoki gadoy, bu dunyodan ketmagan kim bor. Ben dilimem kelmaysan endi borolmayman. Men muhabbat öksüşlerge tünülüp qoldim, kul ostida cho'g'nak muhabbat. Dardlaringga bo'lolmay derman, bir ko'rmakni qilib men arman. Dardlaringga bo'lolmay derman, bir ko'rmakni qilib men arman. O'z-o'zimni olmayman aman, atiqimda